Assalomu alaykum ammalarimizga yana bir bor. Bugun 9-fevral 26-yil. Yana bitta zakazimiz tayyor bo'ldi. Zarbaxmaldan 6 ta 220 lik ko'rpachalarimiz. Qovoqlari shaxmat qilib tikilgan. Lablubachalari bezakchalar qilingan. Mana astar o'ziga mos 6 ta 60 ga 60 yastoqlarimiz gulga tushgan. Zamoqlik hamma cho'qlari overloga yopilgan, ichki qoplari qilingan. Hozir men sizlarga mana yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Ikkita bir kishilik spalnilarimizga ham matraslarimiz tayyor bo'ldi. Shu zakazimizga mana qovoqlari. Mana qovoqlarini ko'rishlaringiz mumkin. Hozir yig'ma holatini ham ko'rasizlar. Mana yig'ma holatlarini ham ko'rib, o'zlaringiz ishlarimizga baho beringlar. Bu zakazimiz Buxoro shahariga chiqib ketadi.